Ertalab uyg'ondingiz. Ha? Uyda bilasizki, ayingiz bor, dadangiz bor. Men savol sizlarga. Eshik taqillatdingizda hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Ichida ochdi. Hech kim yo'q. Ichida ochdi. Uyga kirdingiz. Chaqiryapsiz ularni. Aya. Ada qadasizlar? Hech kim chiqmayapti. Qaydasizlar? Og'zinglarni eshitmayapman, dadajon. Ayajon, qayerdasiz? Oshxonaga kirasiz. Mehmonxonaga kirasiz. Har joydan istayapti ular topolmayapti. Onangizni qo'llarini ushlab, ozgina qarab o'tiring. Mana shunday kaftidan ushlab olingda qarab o'tiring. Qarab o'tirsangiz, bir joylari timdalangan, bir joylari ozgina kesilgan, yana bir joyda ozgina yarasi bor. Bu yana qaydan keldi? Endi siz tasavvur qiling, shu qo'lda ozgina yarani ozgina bo'lsa ham sovita olasizmi, malham bo'la olasizmi? Bu malham. Onangizni tanasidagi, qo'lidagi biror bir kesilgan joyda malhami dori bilan bo'lmaydi. Shuni esdan chiqarmang. Shu narsaga malham bo'lishni istasangiz, onangizni o'sha kesilgan joydan o'pasizda, peshonangizga surkab, mahkam qo'lini ushlab, men sizni yaxshi ko'raman deysiz bilan bo'ladi. Dadalaringizni hech bir ko'rganmisiz? Oyog'i ana qo'yib qoladi, nima qata qo'yib qoladi, ko'rganmisizlar? Hali qattiq qo'yib qoladi, chimchalog'ida, tomonida qo'yib qoladi, orqasida. Bilasizlarmi? Ko'rganmisizlar? Aqlli bola, aqlli farzand tezda suvlarni tayyorlaydi, issiq suvlarni tayyorlab, qo'llariga suvlarni qo'yib, o'g'il bola bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham suvlarni tayyorlab, hali dadasini nima qiladi? Keling dada, qo'llaringizni yuvib oling. Ey bolajonlar, savol. Qachon oxirgi marta dadangizni oyog'ini yuvib qo'ydingiz? Sizni chaqaloqli paytingizda axlatingizni tozalab, oq yuvib, oq taragan onangizni, otangizni oyog'idan nahot uyalsiz. Nahot jirkansiz. Agar uyalmayotgan bo'lsangiz, nima uchun bir marta bo'lsa ham shu narsani amalga oshirib ko'rishga harakatda bo'ling? Gap nimaga qilmadim emas. Gap endi qilaman degan bilan yakunlanadi. Ishoning, agar qish kunida aya sovuqda kelayotgan bo'lsa, oldiga borib, ayajon sizni oldingizda turay desiz, onangiz borib uyga kirib ketib qoladi. Shamollaysiz. Shunda ham siz o'ylaysiz. Qarang, qanday insonlar, qanday ota-onalarimiz bor.